Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Qo'y va chorva ishqibozlari mana shunaqa toza qonli, toza zotli, xudo xolasa yaxshi nasl oladigan qo'zi ishqibozlari kanalimizning ashaddiy obunachilari. Akalar, xudo xolasa bugungi sizlarga qo'ylardi. Mana shunaqa go'zal, sifatli variantlardan, chiroyli variantlardan, tikki dumbalaridan akalar video qilib chiqarib beramiz. Narxlarini ham xudo xolasa inshaalloh yengil qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Videomizni boshidan bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Bugun Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on arzonchi Optimchilar qishlog'idamiz. Har doimgidek o'zimizning xonadonimizda akalar mana shunaqa yaxshi zotli, sifatli qo'ylar kelib qolgan edi. Shularni endi chiroyli qilib video obzorini qilib beramiz. Videoni akalar o'sha aytganimdek boshidan bitta like bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Birinchi partiyamizga obunachilar 8 dona o'sha bir-biriga o'ta ham mos tushadigan bitta qo'raga akalar bitta qo'rani bir chiroyli qilib to'ldiradigan qo'zi variantlaridan, to'xil variantlaridan obunachilar mana sizlarga to'p yetkazib kelamiz. Xudo xolasa kalla yuzlariga ham ahamiyat berasizlar. Kalla garbonuslari ham, yuzlari ham, quloqlari ham, xudo xolasa quloq joylashuvlari, arqa dumba razrislari hamma yo'g'i kelishgan. Birorta bir ichida solp dumbasi, osilgan dumbasi yo'q obunachilar. Xudo xolasa hammasi shu bir-biridan go'zal variantlari. Bo'ylarini akalar o'lchamadik, shu 75 atrofiga olaverasizlar xudo xolasa. Hammasi ham lekin bir-biridan chiroyli, bir-biridan yaxshi variantlari. Bir kishi olsa yaxshi baraka topadi. Shu sentyabrlarga qo'shqar qo'shib turib qo'shsa bo'laveradi, xudo xolasa balosa bo'laveradigan holatda. Yoshlar ham akalar endi taxminiy 9 oylik 10 oylik atrofida qo'zilar. Obunachilar mana garbon so'ralar, jinlar bashi ham urg'och xudo xolasa. Quloqlari ham o'ta uzun mana. Dumbalar razreslari ham yaxshi akalar. Qo'chqoringiz yaxshi bo'lsa, janavarlar qaranglar akalar, bir-biridan go'zal xudo xolasa. Narxlari ham arzon akalar. Kelganiga akalar bularda o'sha yig'dik, bir kun ikki kun farqi bilan keldi. Xudo xolasa yaxshi qo'ylar akalar. Endi ko'rib turgan qo'ylaring shu narsalar mana. Egizak o'sha egalasi qaranglar, bir xil. Junlari ham, dumbalari ham, kalla yuzlari ham bir xil akalar mana. Mana akalar. Kalla yuzlari ham oqiz, hamma yo'q. Bularda obunachilar ko'p maqtagandan ko'ra narxini aytamiz, chunki hali partiyalarimiz ko'p. 5 million 450 ming so'mda obunachilar olib borib beramiz. 8 tasini bir joyga olganga. Plus minuslari bor obunachilar, holatiga qarab. Katta plus minus bo'lmaydi-yu, xudo xolasa. Holatiga qarab akalar chiqarib beramiz inshaalloh. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlar, biz ikkinchi partiyamizga o'tamiz. Obunachilar toza nasllik simjun qo'ylar ikkinchi partiyamizda yana. Yirigini olaman, kattasini olaman degan akalarimizga xudo xolasa sifatlari mana kalla garbonus akalar mana haqiqiy mashq qo'ydagilar quloq masalan 20 bo'lib qolsa bu qo'y narxi o'ta ham baland bo'ladi. Mashq qo'ylar akalar o'sha siz aytgan qo'zini beradi, faqat qo'chqoringiz yaxshi bo'lsa bo'ldi. Qo'chqoringiz quloq uzun, yaxshisini qo'shilaring. Siz aytgandan ham kerak bo'lsa a'lo qilib beradi mashq qo'ylar akalar. Bunini qaranglar janavarlarni o'zi tulaydigan, o'zi mana o'zi tulab, o'zi tushadigan variantlari mana. Buni rangini qaranglar, kallalarni qaranglar janavarni mana. Hammasini xudo xolasa. Oyoq qo'llari, oyoq kassaklari ham zo'r mana. O'ta uzun, bo'ylari ham 80 plus akalar, 85 ga yaqin bo'lsa kerak. 80 plus ga olaverasizlar. Dumba razreslariga ham ahamiyat beramiz mana. Dumba razreslaridan dalshi razres xudo xolasa. Yoshlar akalar endi 4 ta o'tyapti xudo xolasa. 4 hisoblab olaverasizlar xudo xolasa. Simjun toza nasl xudo xolasa. Arqa dumbalari, bo'ylari ham zo'r. Katta narsa shu. Qo'chqoringiz ham yaxshi bo'lsa, qo'shib yaxshi narsa bo'larasizlar. Narxlari ham yengil. Uchovi ham obunachilar bir en o'sha hammasi mana belda, o'shaqa qizil krashkada nima qo'yilgan. Uchovi ham bitta yer. Sifatlari ham mana ko'rib turibsizlar akalar. Buni ko'p maqtamaymiz. Narxi obunachilar bularda 8 million 200 ming so'mdan bir joyga, bir tortirga xudo xolasa telefon qilgan insonga yana ozmoz xayr qilib berib, sunnat qilib berib o'tib beramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Biz keyingi 3-partiyamizga o'tamiz. Bundan ham zo'rlari hali oldinda akalar. Obunachilar mana qo'ylarni ko'ryapsizlar.
partiya nima deydi, o'zgargan sari qo'ylardi. Sifati ham, zoti ham, xudo xolasa o'zgarib, o'sha yaxshilashyapti. Bundan keyin partiyamizki yana ham go'zallari bor ekanlar. Xudo xolasa videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rasizlar degan umiddamiz. Bular akalar yoshlari ham yosh variantlari, egadilar ham yirik variantlari akalar. Bitta turishimiz bor, qolganlari ikkita qo'zi variantlari akalar. 4-5 dona akalar soni bo'ylari 80 atrofga o'rasida, xudo xolasa sifatlari zo'r. Arqa dumbalari ham to'g'ri ekan, 5 ekan, mana dal shu dumbadan, tikka dumbadan, xudo xolasa. Kalla yuzlarga ham ahamiyat beringlar. Mana shu qo'ylar shu istayotgan qo'zini beradi, xudo xolasa. Qo'chqorni yaxshisini qo'shib, sabr bilan tarbiyalab, inshaalloh yaxshi nasl olasiz degan umiddamiz. Lekin qo'ylarni o'zi zo'r, xudo xolasa, kallalari, uzunliklari o'ta uzun, dumbalari dumba. Mana bellari ham ko'ryapsizlar. Mana shunisi qo'zi akalar. Hali ancha o'sadi mana. Yuzlari ham oq yuz. Endi oq yuzga ketadi, xudo xolasa mana. Quloqlari ham hamma yo'q kelishgan mana. Buni oq yuzdan mana. Nahlari ham xudo xolasa yengil. Zo'r qo'ylar, yaxshi nasl, xudo xolasa maza qilib ko'paytirib yuraverasizlar akalar. Uzunligi ham o'ta uzun qo'yiladi. Polvon narsalar Qo'chqorga tayyor, hozir o'stiradigan, xudo xolasa bo'laveradigan variantda akalar mana. Qo'chqorlarni qo'shib qoladigan holatda. Narxlari ham akalar yengil, arzon qilib beramiz. Bularning narxini akalar yana akalar shu turchimizda Qashqar turchigalar o'ta polvon 50 ga nasib ham. O'tgan akalar egizak tuqqaniga ash qo'yamiz. Narxlari obunachilar 7 million 800 ming so'mdan bo'lsa, Qozog'iston xalqimiz xudo xolasa olib baraka topib xursand bo'lsa, biz ham xursand bo'lamiz. Shoshiladigan joy akalar, bunaqa endi aksiya narxlar akalar har doim bo'lmaydi. 7 million 800 dan ulgurib shoshilib qolamiz. Obunachilar, keyingi partiyamizga yana bir jup. Bittasi qo'zcha ikkishdan, ikkilasi ikkichi, ikkovi ham akalar ikkichi variantlarida mana. Dumbalarni qaranglar. Mana sifat chiroyliligini qaranglar akalar. Buni rangi nechi? Qanday qarang akalar mana shu. Oh jonivor. Ikkalasi obunachilar sherik. Ikkalasi bitta yurgan, bitta qira, bitta adira desam, o'sha bitta yurgan obunachilar. Yosh oyligi ham bir xil, xudo xolasa. Endi ozgina farq qilish mumkin. Bo'ylari ham bir xil akalar, bo'ylari ham shu 80 ga yaqin obunachilar bo'ylari. O'sha rangi farq qilib turadi xolos. Billa o'sgan, billa yurgan obunachilar, xudo xolasa bitta yerda, bitta joyda qo'yadi. Sifatini qaranglar endi. Mayda shu narsamizda polvon nasli ikkovi ham yosh eng muhimi. Lekin bular tug'magan obunachilar, bitta tuqqan emaslar, tug'magan variant. Keyiniga ham bular o'sha bir haftadan o'tdi, xudo xolasa sinovdan dadil o'tkazib oldik. Qo'ylar zo'r, inshaalloh uyaltirmaydi. Mana bu qaranglar, simjun. Mana qaranglar, janavarning rangi ham o'ta bo'lak narsa mana. O'zi bularda junni oshingiz ham shart emas, o'zi to'lab tushib turadi, xudo xolasa. Narxi obunachilar jupini 15 million so'mga obunachilar yetkazib beramiz. Lekin foydalanadigan, ulgurib qoladigan joy, nimagasini narxlari yengillik. Bunaqa sifatda, zotda qo'ylarni kerak bo'lsa, uni ancha pulga sotishyapti. Bu zot uchun akalar, nasl uchun degan akalarimizga xudo xolasa tavsiya qilamiz. Bo'lmasa biz keyingi partiyamizga o'tiramiz. Siz lekin telefon qilib aloqaga chiqing. Mana so'nggi partiyamizga gullari mana, guli xudo xolasa 2 dona urg'och sovliq. Akalar qarang mana. O'zi mana qo'yimiz tulashni boshlagan akalar. Buni o'ta polvon narsa mana. Shunga qaranglar janovarlar, mashalloh. Bunaqalari lekin kamdan kam. Yuzlari ham tiniq, kallalarni qaranglar. Kalla garbonlari hamma zo'r akalar. Yedi ish sog'liklari o'ta ham dahshat obunachilar, xudo xolasa. Qo'ylar ko'ryapsizlar obunachilar, bu narsalarda endi qo'zi narsani, baralaslarni narxi bo'lmaydi. Bu qo'ylar ham zotlik, sifatli, yaxshi narsa olaman akalarimizga tavsiya qilamiz. Bularning narxlarini obunachilar 11 million so'mga, xudo xolasa 5,5 million so'mdan yetkazib beramiz inshaalloh. Vaqti bosib qo'llab quvvatlab turasiz, lekin buni o'zi bo'lsa akalar undan to'g'ri kelmaydi. Juqanaga odamga xudo xolasa shu 5,5 million so'mdan ketaveradi. Kichik narsa emas akalar, bular junnosini olib to'liq sayozda, masalan, mayda chuda narsa, bas yirik narsalar, lekin mana junga barra qo'z bo'lib turibdi akalar. Hozir bular hali
ancha o'sib rivojlanib katta bo'ladi inshaalloh. Telefon qilaverasizlar, biz so'nggi partiyamiz edi. Sog' va salomat bo'ling.